Bo'sh vaqtlaringiz? Bo'sh vaqtlarimda asosan tarixiy kinolar ko'rishga harakat qilaman. Jaloliddin Manguberdining kinosini chiqarishdi. Men o'tirib ko'ra olmadim u kinoni, ishonasizmi? Haqiqatda ishlagan, tarixda men shu kitobda o'qiganlarim bo'yicha chiqarib bergan maksimal darajada. Mana shu saroyda bo'lgan hamma negativlarni borku, hozirgi kunda men kommentariy yozadigan negativchilarga o'xshataman-da, sotqin xoinlarga o'xshataman. O'zlari gapirsa xafa bo'lib qoladi, ya'ni diktasi bilan jasib o'rganib ketib qolganman-da kommentariy yozganlar bilan. Sen vatandoshingga shunaqa yozib, bo'xton gap bilan yozib, sen xoinlik qilmayapsanmi deb aytaman-da. O'zing vijdonan gapir deyman. Именно o'sha kinoda ham mana shu saltanatni buzib yuborishiga o'sha aynan negativlar sababchi bo'ladi. Bir bayroq ostidagi vatandoshini sotgan yoki negativ ko'z bilan qaragan yoki bo'lmasa orqasidan mana shunaqa pichoq urgan, mana shular hammasi negativlar. Hammasi ko'ra olmaslikdan kelib chiqadi hammasi. Mana shu armiyada xizmat qilganimda ham 1 oy bo'lsa ham mana shu bolalarga shu narsalarni shu darajada o'qitirganman, shogirdlarimga o'qitishga harakat qilaman. Biza bir bayroq ostida farzandlarimiz. Bizni kuchli bo'lishimiz kerak, vatanga yov kelsin, to'shta oilani, vatanni himoya qilishimiz kerak. Jangga kirishdan qaytishimiz kerak emas. Oddiy kuch birlikda